Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xo'p, yangiliklar bordi chaqirdingiz. Narxlar bomba aksiya bo'ladi dedingiz. Ramazon uchun mana savdoz obunachilar, Xudo xolasa savdoz qolaversa o'zimizda obunachilarimiz mana butun xalqimiz uchun Xudo xolasa bomba narxlarda qilib beramiz boy aka. Xo'p, hurmatli obunachilar, mehkilarimiz bor, shoxonalarimiz har xil rangidan bor. Keyin mana bu uголокlarimiz bor. Keyin mana bu mo'shi materialdagi mana bu mehki uголокlarimizni Xudo xolasa har xilidan bor. Universal video bo'ladi, ya'ni shu mebellarimizni barcha turdagi har xillarni tanishtirib o'tamiz. Pinallar, stol, stullar, mehki uголокlar va kuxonlar. Hurmatli obunachilar, hop, Rustamxon videomizdan boshlab ketaveramiz. Shoxonamizni tanishtirib ketavering. Ulug'bek aka mana hoji onalarimiz uchun hali xudolari kelib qolsa, o'zini mana emin-erkin o'tirib, maza qilib kuzatgani shoxona sanam modelimiz aka. Rangini ko'ring aka, Xudo xolasa o'ta ma'qul keladigan rangda aka. Mana xolasa materiallarni ham Toshkentdan to'lib kelganmiz. Kirchimol material, ha? Patentali aka, mana ko'ring. Bileski bor, materialda o'zida. Yog'ochlarni ham ko'ring aka, mana patinalar qilingan. Har bir detaliga ahamiyat berib, ichini ayting, karkasini ayting. 100% sasnadan 20 kilotli parolon aka. Sasna javob ishga aka. Xo'p, hamma gap narxida, shefim. Narxini aka mana buni 10,5 ga sotyapmiz aka. Mana savdo ozominachiligiga 600 ming so'm ketadi. Bu degan 50 yo'li 9 million 900 ming so'm boy aka. Bo'ldi. Bu shu originalidan, tozasidan. O'shanda ham klientlarimiz bunday kommentga kirayotgan qimmat deb yozadi. Qimmat deyishdan oldin boy akalar, hoji onalar, hoji otalar boshqachalar bir narxini ko'rib, xudo xolasa nima qilar? Keyin mana men aytyapman aka, ichlar 100% sasnadan parolonlari 22 pilotli ishga garantiyasi bor aka. Ichi urus yog'och. Yana bitta narsa aka, biz yuk chiqarmoqchi bo'lsak aka, upakovka qilinadi aka, har bitta mebellarimiz aka qirilib bormasligi uchun. O'shani ham ahamiyat berib o'tadi. Demak, hurmatli obunachilar, shu holatda ko'rdilaring, shu holatda boradi. Boradi aka. Mana shu komplektimizning narxi yana bir bor. Bitta narsa mebel oldim deb odam xursand bo'ladi. Hali mebel shunchaki mebel olib qo'ydim, bor nega olib kirib qo'ydi, una narsa bo'lmaydi aka. Xudo xolasa mana ichlarini ko'ring aka. 200 kiloga odamni behijolat ko'taradi. Gullariga. Eslatib qo'ying narxini. 9 million 900 ming so'm. Har xil rangidan bor boy aka mana. Yana qanaqa rangida mana. Ba'da maloshniksidan aka. Bu tomonda mana seriyasidan. Keyin eng qizig'i Ulug'bek aka, bu sanam modelimiz yangi chiqqan varianti. Buni Oysimonni ham bor, xohlasa aka. U boshqacha narxda. Beti ham nimasi. Buni keyingi videolarimizga Xudo xolasa qo'yamiz. O'tgan safar usbet qila olmadik mana. Buni ham ichlarini ko'ring aka. 200 kiloga odam behijolat ko'taradi. Sinmaydi. Sinmaydi aka. Sinmaydi, bukilmaydi. Suv kuyadimi, o't yaqami hech bo'la bo'lmaydi aka. Hop. Mana bu tomonda uголокini ko'ring aka, sanam modeldagi 360 ga 260. Uголокini ko'ring aka. Bahaybat chiqdi. Demak, mana shu komplekt 4 ta pufigi bilan. 4 ta pufigi bilan aka. Buni narxi 12 million so'm aka. 12,5 million so'm, uzr adashma, 12,5 million so'm. Narigi modellarimiz bor edi, o'shalarimiz 12 million so'm aka. Buni aka qarang. 360 ga 260 mana. Mana shu yerning o'zini rasxoti ham ancha farqi bor boy aka. Keyin MDFlari ham aka 3D dan aka. Nima, 2 qavatdan aka. Parolonlar original. Ichi ramalari o'ris yog'och, o'ris yog'och aka. Hech qanaqangi teri degan narsa yo'q. Javob aka. Shuning uchun narxlari ozgina balandroq. Buni ichini shunday ochadi. Agar bir qarich teri chiqadigan bo'lsa ham, mebelni shunday qolaveradi aka, besplatniy. Bo'ldi, tushunarli. Besplatniy olib qolaversin aka. Davom etamiz. Mehki uголокlarimiz ham bor, ha. Bunisini ko'rsatib o'ting mana aka. Ularimiz arzon variantimiz aka ular. Ularimizda aka 12 million so'm aka, kamini qilib beramiz. 11,5 million so'm qilib beramiz aka. Bo'ldi, tushunarli. Xudo xolasa mana divan kreslolarimiz aka mana. Divan kreslo komplekt. Noshkalari aka, noshkalari nimadan? Chinordan aka. Mana bu divan kreslomizda aka mana. Ikkita divani, bitta divan, ikkita kreslo. Bu orqaga yotadi, Ulug'bek aka. Kengayadi, katta bo'ladi. Buni narxi xo'sh 6,5 million so'm qilib beramiz aka. Ichini ayting, karkasini ayting. 100% sasnadan aka. Parolonlar ham original 28 pilotli. Mana bu mexanizmlar ham aka yotadi mana. Joyimiz torligi uchun. Material ham originaldan ekan, ha aka, qimmat materiallardan. Xo'p, ikkita kreslo, bitta divan. Narxi o'shanda bo'lyapti? Bo'ladigan 6,5 million so'm aka. 6,5 million so'm. Oyoqlari ham shu baquvvatidan. Chinordan aka. Chinordan, aka. Xo'p, davom etamiz. Bu Istanbul 1 modelimiz aka. Bu 320 ga 220 bo'ladi, ikkita pufigi bo'ladi. Buni narxi 6 million so'm. 6 million so'm. Obunachilarimiz uchun 508 qilib beraman boy aka. 5 million 800 ming so'm stolsiz mana shu komplekt ko'rganimiz. Tushunarli. Stol variantlarimiz bor. Qaysiga o'tayman? Mana qaymoqda. Bu high-tech variantlarimiz aka mana.
Stollari ham magnit aka, o'ta Hop. konkret. Oyoqlar nushkalarini ko'ring-da aka mana. Ko'rdim. Yangi modeldan. Buni uгологimizda ham nushkalar temirdan aka, mo'yishi material. Oyog'i Ishlar temirdan. 100% sasnadan. Changini, polini artsa bo'laveradimi? Bo'laveradi aka. Mana hurmatli obunachilar, Uгологimizda orqaga ham o'zini material tortilgan. I+ faner, ich karkazi aka sasnadan. sasna. Nima parallellar ham 22 pilotli, 28 pilotli ishlatiladi. Hop. Keyin mana aka, noshkalarni ham ko'ring-da. Noshkalari ham aka temirdan aka. Aha, Temirdan. bo'ldi. Mo'yishi material. Mo'yishi material. Endi pulini ayting. Puli aka uгологimizda o'zining narxi 6 million 800 ming so'm. 6 million 800 ming so'm mana shu Jurnalniy komplektda stol. Ha, Jurnalniy stolimiz 1 million 100 ming so'm. Ichidami alohidami? Alohida. Alohida. Bo'ldi, tushunarli. Bu tomonda mana bu uгологimiz раскладной bo'ladi aka. Aha, 3 metrga 210 bo'ladi. Buni puli 5 million 200 ming so'm uгологimizni o'zini. aha. Bu tomoni sondiq bo'lib ochiladi, bu tomoni spalniy qilib foydalanadi. Endi joy tor bo'lgani uchun Hop. aka ikkita pufigi bor. Buni narxi 5 million 200 ming so'm. Jurnalniy stoli 1 million 100 ming so'm Men bu aka. tarafga o'tib olaman. Demak, bolishi ikkita, yastig'i. Razmerimiz 3 metrga 210. ikkita pufigimiz bor Aha. katta. Stol komplektami? Komplektda bas alohida 1 Alohida. million 100 Hop. ming so'm. Bo'lmasa myak uгологimiz ikkita pufigi bilan narxi qancha bo'lyapti? 5 million 200 ming so'm qilib Ha, beraman. ana 5 million 200 ming so'm mana shu komplekt. Aha. Stoli alohida kelishiladi. Alohida kelishiladi. Uni alohida telefonda endi. Aka mana bu Lexus ishimizni ko'ring aka. Lexus. Yangilik mana. Aha. Yangilik. Arkalari shunday orqaga yotadi aka, mana ko'ring. Tayini ko'rsating. Polni chinordan aka. Yangi ishimizni ko'ring aka. Mazaq qilib ishlatadigan haqiqiy. Klassika dizayn Hoji ekan. onalar mazaq qilib ishlatadi. Hoji akalar mana ko'ring. Hop, surildi, kengaydi. Hammasini yotqizsa spalniy qilib foydalansa ham bo'ladi. Bular ham yotadi aka. Aha. Mana Materiali ikkita mo'yshi? yostig'i bor. Materiali mo'yshi aka. Mana aka, ishni ko'ring, chinordan aka. Ishlagan mo'yshi material, ichlar parallellari sasnadan aka. Pufik Buni- ikkita. Ikkita pufigi. Buni puli aka 7 million 300 ming so'm, savdo obunachilari 8 million so'm sotiladi aka. Hop. Bu paddelka arzon ishlardan emas, boy aka. 7 million 300 ming so'm. 7 million 300 ming so'm. Boshqa joyda surishtirib kelishaversin. Keyin buni Behayo arzon joylar. variantlariga adashtirishmasin. Ha. Shuni ham ayting. Shuning uchun qimmat deb yozishyapti. Mana ekomiz 5 yildan beri ishlaymiz, 20-yildan beri ishlaymizda. Aha. Mana 25-yilda turib yuribmiz aka. 5 yildan beri birorta hali klientimiz aldagan joyimiz yo'q. Yo'q, men aytmoqchimanki, qimmat deb yozishyapti. Qimmat bo'lgan Ha. sababli boshqa joyda ko'rishsin. Ko'rib kelsin Materialini aka. ichidagi karkasiga javob. ko'rishsin, keyin mana kelib Xudo xolasa, ha, obunachilarimiz kuzatib yuravringlar. Biz aksiyani xudo xolasa kattasini qo'yamiz yaqin kunlarda inshaalloh. Keyin bonuslarimiz ham bor aka. Bonuslarimiz. Xudo xolasa Bo'ldi. bonus ham biz o'zimiz bilasiz aka 2 yil oldin uгологlarda tekinga tarqatganmiz. Sovg'alar To'g'ri, qo'shib berganmiz aka. Aha. Masalan, bizni bu o'zimizda nimamiz aka? Ishlab Bonuslarimiz. chiqarishimiz. Ha, bo'ldi. bonuslarimiz aka. Endi mana ham ishimizni ko'ring aka. Mana Abu Dhabi degan ishlar. Hop. Mana buni aka olinadi aka mana. O, ana. Keyinchalik parolonni ezilib qolsa almashtiraman desa osonmi? Almashtirib bemalol aka mana. Butun narsa ishlatiladi aka. Aha. Qimmat materiallar. Yana kiygizib qo'yilaveradi. Ha, kiygizib ishlatilaveradi. Hop. Materiallarni Ichini ayting, karkasini ayting. Karkaslar aka bizda sasna yo'q aka mana ko'ring, Aha. yumshoqqina emas, orqaga bolish qo'ysa. Mana aka materialni Zo'r. ko'ring, yaqin olib keling ko'rsating aka mana O'zi materialni. chog'danmi? Qimmatdan aka. Bo'ldi. Mana bu lentalari juda ham o'ziga tushgan. Hurmatli obunachilar, shunga ham Xudo e'tibor xohlasa beringlar. mana, xohlagan Sifatda gap rangda. katta demoqchiman-da. Toshkentlik klientlarimiz Toshkent o'zidan material tanlab beradi. Aha. Materialni nima qiladigan Material shu yerdan keladi. Toshkent o'zidan tanlab beraveradi. Hop. Bizda muammosi yo'q mana. Evim Xohlagan rangidan qilib beraveraman demoqchimisiz? Xohlagan rangdan qilib beraveramiz aka. Muammosi yo'q aka. Bizda 100 xildan ortiq nimalarimiz bor aka. Tanlashaversin. Tanlaveradi. Hop. Qarang, razmerini aytaylik. Razmeri xo'sh 280 ga 420 aka. Ha, endi personovka qilinaveradi. Stolda Qilinaveradi, aqoli, baqoli, xohlagan. to'g'rimi? Hop, bolish nechta bo'lyapti? Bolishi 7 ta bo'ladi aka. 7 ta. Demak, hammasi paralonni olinadi, yuviladi, Aha. qo'yilaveradi. Materiali qo'zichoqdan. Qo'zichoq. Hop, ichi sasna. Sasna. Endi narxini ayting. Narxi 9,5 million so'm obunachilar. 9,5 million so'm. 9,5 million so'm. Qolgani oz-mozi kelishiladimi? Endi aka telefon qilishaversin, xudo xolasa inshaalloh yo'lda qilib beramiz aka. Xudo Bo'ldi, xolasa hali tushunarli. hech kimni nima qilganimiz yo'q. Hop, mana hurmatli obunachilar, meni o'zimga yoqadigan dizayn, bu yangi dizayn уже, yangi fason. Voy, Bemalol mana qo'ng'iroq qilaverasizlar. Keyin mana oshxonaga ham zo'r chiroyga shuni ham bitta aytib qo'yaylik. Buni aka o'sha Kirchim 5 olgina. million uгологimizda o'zi. Qancha? 5 million uгологimizda. 5 million so'm. 1 million jurnalni stolimiz. Bu alohidami? Alohida Demak, 6 5 million so'm bu uгологimiz, ikkita Aha. pufigi bilan stolni kelishib olasizlar. kelishamiz. Bu Istanbul 3 modelimiz. Hop. 360 ga 260. Aha. Buni puli 7 million so'm. Boy aka
3 ta pufigi bilan. Ha, 3 ta. Mo'yshi material. Aka, mana shuni bitta ko'tarib ko'radi. Aka, Hop. ichiga ishlatilgan narsani o'zi farqini bilaveradi. Demak, beldamlari Javob, baquvvatidan. eng gigant, eng katta, eng nima ishimiz mana shu ish bo'ladi aka. Bunaqa ish topolmasa kerak Hop, changini pilisos qilsa bo'laver ekan, tayin. mo'yshi material aka, changini bexijolat. Ichini ayting, karkasini ayting. Ishlar 100% sasna aka. Sasna materiali. Bir qarich boshida aytganimdek terak bo'lsa, besplatni tashib kelinadi Hop, aka. ikkita terak, baqa terak chiqib qolsa, Ha, bir qarich terak bepul tashab kelamiz. Bepul tashab Bo'ldi. kelinadi aka. 360 ga 260. Buni o'rtada bari ham bor aka. Aha. Mo'yshi material. Namlab artsa bo'laveradi. 7 million. Ha, namlab artilaveradi aka. 7 million so'm 7 million so'm. stolsiz. Stolsiz narx. Mana hurmatli obunachilar, juda ham katta fasondagi mana bu klientlarimiz narximiz. telefon qilyapti boy aka. Bizda qolaversa Tojikiston emas, qo'shni hamma davlatlarga ham bor aka. Demak, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston. Mana Tojikistonlik klientlarimizdan telefon qilyapti aka. Mana Oybek aka bizdan yuk olishgan stol. Aha. Xudo xolasa chiqib ketadi uni Bo'ldi, yuklari. tushunarli. Mana bularni ham hozir mana Tojikistonda o'ziga uni penallarimiz yuklaymiz aka. Shohona sana modellarimiz yuklaymiz. Yana u tashqarida ratan stollarimiz bor aka. Aha. Hammasini yuklaymiz. Hamma gap sifatda. Sifatda aka, kelib o'zlari kelib ko'rib pulini oldindan tashib ketyapti aka. Bo'ldi, tushunarli. Xohlasan klientlarimiz bizni pul oldindan tashib bermasin. Bizga 500 ming zakolat tashib bersin, qolgan borgandan beraveradi aka. Ko'rib olishaversin. Tekshirib olishaversin. Tekshirib, Bo'ldi, tushunarli. Mana shuni endi tashib beraveradi aka. buni ham ko'rsatib qo'yaylik. Bu kirchimollik ana, Kirchimollik, ha. Puli o'sha Puli 9,5 million so'm boy aka. 9,5 million. Buni jurnalning stolimizga qo'shiladi. Hop. Bu bilan aka 10 million so'm bo'ladi. Bunimiz to'g'risi jinni kattaroq, qimmatroq aka. Buni ham shu olinadi, gubkalari. Sababi ikki xil qilib qo'yib qo'ydik-da aka buni. Aha. Endi hali eda beda qilib qo'yib qo'ydik. Bo'ldi, tushunarli. Keyin mana buni ham aytaylik, bu ham bunimiz aka xo'sh, fasoni 7,5 million so'm qilib beramiz aka buni. qancha? 7,5 million so'm. 7,5 million so'm. Razmerini ayting. Razmerimiz 340 ga 240. Ichini ayting, ichini doim ayting. Ichlar sasnadan aka. Hop, ichi sasna. Ishlar, ha. Ikkita yostig'i qo'shib beriladi mana. Suriladi, kengayadi. Suriladi, kengayadi aka, bexijolat. Hop, tagi. Tagi aka. Bemalol. Chinordan aka, bexijolat. Garantiyali ishlaymiz. 7,5 million million material. Endi Rustamjon narxini ayting, narx qiziq. 7,5 million so'm ugologimizda o'zi. Hop. Xuddi shuni 6 million 800 mingligi bor boy aka. Hop. Xuddi shuni 6 million 800. Bular unda nima farqi bor? Ichida farqi bor, parolonida farqi bor, noshkalarida farqi bor aka. Tushunarli. 6 million 800 ming so'm boy aka. Arzon bilan qimmatni farqi shularda. Aha. Ichida nimadir kamayadi. Hamma yo'g'ida farqi. Mayli, sir bo'lsa ham aytib qo'ydingiz hozir. Bo'ldi, tushunarli. Endi xohlasa aka bexijolat. Endi bunimiz aka Istanbul 3 modelimiz. 360 ga 260. Mana hali aytganimdek eng katta, eng gigant ishlar aka shu bo'ladi. Bundan kattasi yo'q. Hali katta xohlaydigan uchun pufik 3 ta bo'ladimi? 180 kilolik akaxonlarimizdan bemalol ko'taradi. Bemalol 180 kilolik akalardan bemalol. 1 minut endi aka mana video davomida ham gaplashavermanda klientlar bilan. Bo'lsa gaplashib turaylik. Pulini aytib bo'lmaydi. Buni puli aka 7 million so'm. Xo'p, mana hurmatli obunachilar, 7 million so'm mana bu kattasidan mana. Oybek aka, assalomu alaykum. Komplektda. Video olib turdim, boy aka qaytarib yuborsam bo'ladimi? Kojinniga o'xshab ketadi mana. Podkojit ham bo'ladi. Xo'p, nima xizmat aka? Arkada o'zini material tortilgan, i plus fanera. Faneraga tortilgan. Tagini bemalol changini pilisos qilsa bo'laveradi, artsa bo'laveradi. I mo'yshi material ham ichi sasna. Hurmatli obunachilar, qo'ng'iroq qilaversa, nomerlarni qo'yib qo'yaman, batafsil ma'lumotni shu yerdan olaverasiz. Xo'p, gaplashib bo'ldingizmi? Aha, davom etamiz. Buni aka bu Istanbul uchimizda bu sveti boshqacha, Nova svet aka. Bu ham o'sha mo'yshi material. Bu ham mo'yshi material, boy aka. Xo'sh. Buni 3 ta pufik bo'ladi. Ichlari 100% sasnadan. Nima? Jurnalniy stolimiz buniki alohida aka. 1 million 400 ming so'm. Bu jurnalimizda 700 mingligi ham bor. Xuddi shuni 700 mingligi ham bor. Bu arzonroq. Bunimizda narxi 7 million so'm. Xo'p, myak uгологimizni o'zini ayting. 7 million so'm. 7 million so'm 3 ta mana pufigi bilan. 3 ta pufigi bilan. Ichini ayting. Ichi 100% sasnadan. Sasna. Parolonlari original toza parolondan. Mo'yshi material. Mo'yshi material. Ikkita yostig'i bor. Bu o'rtasini barqilyapmiz aka. O'ta chiroyli chiqyapti. Xo'p, ana shunda narximiz? Narximiz 7 million so'm. 7 million so'm. Stolini o'zlaring kelishib olaverasiz. O'zimiz kelishib. Arzoni ham bor, qimmati ham bor. Tashab beraveramiz aka rasmlarini. Bo'ldi. Yoqsa olishaveradi. Bexijolat. Tushunarli. Mana buni ham tanishtiring. Bu ham ixchamgina ekan. Kirchimolgina. Bu Istanbul 2 modelimiz. Noshka qismlari polni yong'oqdan. Xo'sh. Parolonlari 22 pilotli parolon aka. Xo'p. Ana, noshka qismlari polni yong'oqdan bo'ladi aka. Yong'oqmi? 100%? Yong'oqdan, 100%. Ichini sasnadimi? Ichi 100% sasnadan aka. Anaqa? Javob aka. Bo'ldi. Dizayn уже mana bu yerda mebelni rangdan, mana bu joyda. Buni ham aka
tugma juda tortilgan. ko'p variantimiz bor ekan. Xohlagan rangida qilib beramiz. Xuddi shu ishlarimizni ko'rmoqchi bo'lsa, keyingi videolarimizni ko'rsa, bu ranglarni nimalardan bor. Hozirgi momentda bu modelimizni bitta qolganda, Hop. endi bityapti aka. Lekin bor. Bor aka, tagi Ikkita bor. pufigi bilan Ikkita narxini pufigi ayting, bilan. narx qiziq. 6.200 ming so'm. 6.200.000 so'm, stolsiz. Stolsiz. Stol kelishilaveradi. Ha, Penallarimiz, tanishtirib penal. ko'ring bularni ham. Bu boyagi penal kamotimiz, xo'sh, qarang. Ikkita Hop. penali, bitta kamoti. Aha. Keyin polni mana aka, smoladan qilingan. Sifatini ko'ring aka, yaqindan olib kelib. Hop. Sifatiga javob aka. Kraskalari, oqib qolgan joylari yo'q bular narsalar. Bunaqa narsa yo'q aka. Atsoklari bo'lsa yo'q, biz sotmaymiz aka. Mana polni arqonga Qoshlarini ko'rsating. berilgan. Qoshlarini ko'ring aka. Xo'p, birli oynaymi? Birlik oynak aka. Narsani ko'taraveradimi? Javob. Vaza, paza. Mana ovozini ko'ring aka, shu dorda aka narsa bo'lgan bo'lardi aka. Xo'p. Eshiklari ham vakuum. Nechiga tushadi? 4 metrga bemalol tushaveradimi? 60 bitishi. Aha. 4 metr joylarda egilardi. Sabab orasini jinni ochiladi. Qoldirish kerak. Yopishtirsa 360. Narxini ayting. Buni narxi 6,5 million so'm sotilyapti aka. Hop. 500 dollar Instagramlarimizga 500 dollar qo'yganmiz. Savdo.uz obunachilari uchun 6 million 250 ming so'm aka. 50 mingni ham kesdim, 6 million 200 ming so'm aka. 6.200.000 200 so'm. ming so'm obunachilarimiz uchun. Mana ko'rsatib qo'yaman. Ko'ring aka, kirib chiqishlarini ko'ring aka. Ichlari mana polka. Mana aka. Bo'ldi, tushunarli. O'z Bekiting. tortiydigan stol sul bilan shuni qo'yadi aka. Xurram nima? Ular bilan. Smalali stol sullarimiz borda, o'ta yorma chiqadi aka. 6.200.000 so'm. 200 ming so'm aka. Mana bunimizni ayting. Mayli, bormi og'riq deydi. Aha. Mana aka, bu ishlarimizni aka 7,5 million so'm boy aka. Mana aka, o'z tortiydigan gazli. Mana Ha, bu o'sha yumaloqsimon ekan-a, trimosi. Yangicha fason. Lolalari ham aka mana ko'ringda quyma aka. Aha. Original toza ishdan. Bu ishlar aka 12 million so'mdan sotilgan. 7,5 million so'mga o'ta menimcha shokolad narxi aka. Hop. Mana gullarni endi olib qolaman boy aka buni. Mana buni Hop, ko'ring. qoshlarini ko'rsataman. 3 qavat Fason juda ham zo'r. o'rtasi. Mana Aha. arqalari 3D aka. Oldi mana rumbi Oynalari, aha. Mana aka. Taglarini Pastda ko'rsataman. g'aladoni bor aka mana. Tortiydigan. Mana bu joyi yumaloqsimon. Hozirgi yangi fasonga Arka juda aka ham mana. mos kelgan. Narxini ayting, narxi qiziq. 7,5 million so'm. 7,5 million so'm. 7,5 million so'm. Mana shu turishi. Mana shu turishi. Bo'ldi, davom etamiz. Endi bunisini ko'ring aka, bunisini krashingni, fasad qismini krashingni qilib tayyorlaganmiz aka. Aha. To'g'risi buni aka 8 million so'm, 8,5 million so'm sotilayotgandi aka. Obunachilarimiz uchun 7 million 800 ming so'm qilib qo'ydim aka. 7 million 800 ming so'm. 800 ming so'm. Mana Zo'r. fasad qismini aka bu golidan chiqadi aka. Krashni qilib tayyorlaymiz. Mana ikkita ustuni mana arka aka, ko'ryapsizmi? Ha, shularni ham aytib Mehnatni o'ting. mana. Sifat ko'ring, laht ko'ring aka buni. Demak, mana eshiklari ham polnis yumaloqsimon qilingan ekan. Yumaloqsim aka. Mana arqalari ham rumbi aka. Mana ko'ring. Zo'r. Tepada qoshlari, gullari, smola Bu gullari. ham quymoqdan aka, o'yin nimalari ham aka. Behuchil mana buni ko'ring aka. Sifat Ko'chib ketmaydi, tushib ketmaydi. javob aka. Xo'p, Sifat trimosi, o'ta zo'r. oynasi. Ko'ring buni. Lolasi ham aka quyma aka, zavod Aha. ustiga. 7 million Xonadonlari mana. Fash tekin sifat mana. Bu ham yumaloqsimon. Aka o'z tortiga mana. Mana bunini nimalarni olsang mana. Yaltirashni ko'ring. O'zi taqillamadimi? Tortib ketadimi? O'z tortadi aka mana. Bo'ldi. Ana endi men buni sal uzoqroqdan olaman-da, endi Bu narxini ayting. shampanskiy aralashgan aka. Oqqa jemshukka shampanlashgani. Bunisi polni jemshugimiz aka. Narxini aytingchi, narxini. Narximiz 7 million 800 ming so'm. 7 million 800 ming so'm. 7 million Oz-mozi bormi? Klientlarimiz telefon o'zi 8,5 million so'm sotiladi. Mayli siz so'radingiz, biz nima sizni ham yuzingiz bor ekan. Aha. 7 million 700 ming so'm qilib beramiz boy aka. Bo'ldi. Shu yangi modeldan bu. Ay, yangi model aka, model ham Hop, aka. mana bu ham yangilik. Mana ko'ring aka, bu ham xuddi shuni nimasi aka, jemshugi. Aha. Agar Ulug'bek aka bundan arzonlarimiz bor, 4,5 millionlik penallarimiz bor. Bor Misal naqadar. nimalari uchun. O'shalar ham kerak bo'lsa 5,5 million so'm sotilyapti boshqa kanallar. Biz kanalimiz uchun xudo xolasa aka 4,5 millionliklari ham bor boy aka. Demak, arzon Aha. hamyonboplari ham bor. Bor aka. Biz hozir originallarni ko'rsatyapmiz. Tozada jon aka. Tozasini. Masalan, endi Nexia 3 ta ham avtomati bor, mexanikasi bor aka. To'ppa-to'g'ri. To'g'rimi? Narxida ham ancha farqi bor. Ancha farqi bor. Endi bitta narsaki, shunga klientlarimiz hali kommentda yozishdan oldin shunday e'tibor bersa bo'ldi aka. Mayli, aylanib ko'rishaversin narxlarni. Ko'rishaversin, mayli hali nima emas. Endi xudo xolasa biz ham klientlarimiz iloji boricha o'sha ushlab qoladigan maqsadida shunaqa narxlarda qilib beryapmiz. Bo'ldi, narxini ayting. Uni katta foyda qo'ymaymiz. Narxini ayting. Narxi aka 7 million 800 ming so'm, mayli ana siz 100 ming so'm tushirib qo'ydingiz, 7 million 700 ming so'm bo'lar 7 million 700 ming so'm mana shu oxirgi modeldagi oxirgi fasonimiz. Aha. Zamonaviy
eng oxirgi modelimiz. Modelimiz aka. Tushunarli mana. Bundan yangiligimiz chiqyapti, xudo xolasa, hali. U ham yangilik. Vashi zo'g'ri, xudo xolasa. Endi bitadi faqat. Xo'p, mana hurmatli obunachilar. Endi mягкий уголокlar, shoxonalar, pinallar Rustamjon ukamizga murojaat qilasizlar. Xo'p, jamiki mebel bo'yicha mana shu ukamizga nomerlarini ekranga qo'yib qo'yaman, batafsil ma'lumotni shu yerdan olaverasizlar. troykasi kerak bo'lsa aka, mana troykasi. Troyka servant. Aha. Ko'rsatib qo'yamiz va sразу narxini aytib qo'yamiz. Buni narxini bir xil 200 ming, 7 million, 800 ming so'm bo'ladi. 200 ming qimmat turadi-da bu. Xo'p. Sababi uni o'rtani rasxoti bor, 200 ming so'm, 7 million, 800 ming so'm qilib beraveraman aka. 7 million 800 ming so'm mana shu servantimiz. Aha, troyka. Kimga kerak bo'lsa, bo'lsa. Xo'p. Endi bu yerda stullarimiz bor, boy aka. Mana barcha mягкий уголокlar. Mana bu kachalkalar, shoxonalarimizni mana bu qaymoq ranglari bor. Arzonlari bor shoxonani aka. Shuni ko'rsatdi mana. Boy aka mana, kimga zakazga kerak bo'lsa, boy aka mana. Xo'sh, 260. 260lik mabodo kresloga hozir bittasi kelib klientimiz xuddi shunaqadan 2 komplet zakaz berdi. U ham Tojikistondan. Xo'p, bu divanda o'zimi nima bu? Ha, divanda o'zi ikkita. Divanda o'zi ikkita pufigi bilanmi? Aha, zakaz berishdi-da. Endi kimga shunaqa narsa kerak bo'lsa, bemalol qilib beramiz. Xohlagan rangda qilib beraveramiz. Xo'p, narxini aytmasam. Narxi aka, xo'sh. 4,5 million so'mga turadi. Turkilar ikkita. 4,5 million so'm. Mana bu divan. Aha. И mana bu mягкий nima? Pufigimiz. Aha, 4,5 million so'mga turkilar. Tushunarlik. Xo'p, bu joyda stol stullarimiz ham bor ekan. Tanishtiring. Stulimiz aka mana 100% yong'oq aka. Bu tarafga o'ting. Yorqin qarshi bo'lib qoldik. Mana aka. Menga qarating. Xo'sh, 100% yong'oq aka. Xo'p. 100% yong'oqdan kreskalarga javob beramiz aka ishda. Borib tekshirib olaveradi aka. O'zingiz ishingizmi? O'zimizda ishlar aka. Parolonlar aka, toza parolonni ham shuni yirtib, ko'rib tekshirib oladi aka. Lotni o'zi bilinib turibdi. Tugma tortilgan, fason berilgan, orqasi arqon kantlar bilan bezaklab berilgan. Orqalari ham medalyon fason aka, mana ko'ring. Medalyon, parda fason qilib tortilgan. Xo'p. Nechta o'rindiq? Buni o'rindig'i 12 o'rindiq aka. 12 o'rindiq. Stoli. Xontaxta bo'ladimi, bo'lmaydimi? Xontaxta bo'ladi aka. Xo'p, mana endi ko'rsatib o'tyapman. 12 o'rindiq. Pulini ayting. Aka, klientlarimiz uchun 7 million 200 ming so'm boy akam. 7 million 200 ming so'm mana shu komplektimiz. Komplektimiz. Bu tozasidan. Mana yong'og'ini olib chiqib qo'ydik aka. Kerak variantimizdan ham olib chiqib qo'ydik-da. Mabodo. Ha, klientlarimiz Tojikistonda zakaz berishganda 6 millionga ko'rdim, qilib berasizmi dedi. Ha, bo'ldi, qilib beraman deb 6 millionga qilib olib chiqib qo'ydi. Bu juda mana aka, yong'oqqa o'xshagan sifatida chiqarib tashladik aka. Buni ham ko'ring, sifatini. Aha. Sifati javob aka. Bu endi kerak. Puli 6 million, 1 million 200 ming farq qilyapti. 1 million 200 ming farq qilyapti. Mana bu tozasi bilan. Bu qanday nima edi? Bu yong'oq aka. Yong'oq bilan kerak. Bo'ldi, tushunarli. Aka, xullas bizda aka 20 xildan ortiq rasvetkamiz bor, stol usuli. Faqat bizda sexi o'zimizda uspet qila olmayapman aka. Hozir ham mana aka 10 tonnalik Isuzu'da katta ikkita Buxoro shahriga yukimiz chiqib ketyapti aka. Tushunarli. Demak, gap narx arzonligida emas. Arzonligida emas aka. Gap sifatida aka. Gap sifatida. Mana buni ko'ring aka. Hop. Mana bu Xurram Sulton. O'tirinchi qanot joylashadi? Hojona mana. Hoji otamga u tomoni, hoji onamga bu tomoni. Aha. Hoji akalam, xudo xolasa hoji onam. Materialda ayting, nima? 100% yong'oqdan. 100% yong'oq. 100% yong'oqdan. Uyalib qolmaylik. Javob aka. Xo'p, 100% yong'oq. Qurt chiqsa ham garantiyasi almashtirib beraman aka. Kraskalarni ko'rsataylik. Kraska mana aka, toza kraska mana. Buni ko'rsatak aka, mana yorug'roq. Mana toza kraska aka, mana Turkiya. Matejintali material, arqon kantlar bilan bezaklab berilgan aka. Parollar original, toza parollar. Orqasini ko'rsating. Orqalarini ko'ringlar aka, medalyon fason. Ikkita qo'lli. 100% sasnat deysizmi? 100% yong'oq. Ha, yong'oq. Eng zo'ridan demak. Eng zo'ridan. Xo'p, mana. Buni aka, xo'sh deganda, qana stoli nima ham bo'ladi? Nima deydi? Xontaxta ham bo'ladi. MDFdan 320 ga 120. Pulga keladigan bo'lsak 9 million so'm. 9 million so'm puli. 9 million so'm. Aha, 9 million so'm aka. Yaxshi. Tushunarli. Buni aka o'tgan videoda eslasangiz 350 mi 450 dollarga qo'ydik. Qaysini? Mana shuni. Aha. Buni Samarqand bitta hoji ota menga berasan deganda 100 dollar zakat tashib bergan, bo'pti deb sizga deb olib qo'yganman. Buni xontaxtasini sotib yubordim, hoji ota endi tayyorlab beraman. Buni ham mana kimga kerak bo'lsa bunaqa ishlardan aksiya qo'yganmiz eslasangiz. O'tgan videolarda. Xuddi shunday bu safar ham aksiyamiz bor aka inshaalloh. Hop, pulini aytib qo'yaylik, masalan, stoli bilan qancha bo'ladi? Buni hozirgi kunda aka 7 millionga to'g'ri keladi. 350 dollarga berib yuborganman-da bu ishni. Aha. Hoji otaga materiallar shu baquvvatidan. Materiali baquvvatidan aka. Bo'ldi. Kimga qanaqasi kerak bo'lsa bemalol tayyorlab beraveramiz. Ratan stol usullari bilan tanishtiring boy aka. Mayli, keling tanishtirib qo'yamiz. Tashqariga chiqamiz.
Xo'p, mana bu stol stullarimiz ham bor, bular kuxondalar. Mana buni bilan tanishtirib o'tib ketyapman aka. Mayli, tanishtiring. Ko'ring. Aka. Mana yangi ishlarimiz 3 ta Podko'rsh ekan bu material. Mana ular polni shpundan, noshkalari yong'oq. Hozir buni chinor qilinganda yong'oq qilinadi aka. Aha. Polni nimadan? Yong'oqdan aka. Buni puli 6,5 million so'm boy aka. Ichlari 22 plotli parolon. Hop. 3.8 yangi modelimiz. İşte original, xohlagan rangi bor aka bu ishlarda. Ikkita pufi komplektda. Ikkita pufiga bor komplekt. Tagini pilisos qilsa bo'laveradi. Pilisos qilsa bo'laveradi. Aka buning narxi 6 million so'mga to'g'ri keladi. Buni. Buning sababi nimada? Sasnada aka. Yong'oqlisi bor 6,5 million so'm. Endi bundan yong'oqlisi chiqadi-da. Xo'p, buni arzonlari ham bo'ladi. Bor arzonlari ham aka. Tushunarli mana. Buni ham yetib ketdik. Aka xohlasa mana buni ishlarimiz bor 4 milliondan ulug' aka. Qaysi bir? 4 million? 4 million mana shu ishlarimiz aka. Mana. Komplekt 4 millionmi? 420 ga 220 ha. Siz jurnalist bilan birga 4 million. Jurnalist stol bilan birga. 4 ta pufiga. Aha. Ramazon chiqquncha 6 ta pufik qilib beraman. Boya aka 6 ta qilib beryapsiz. 6 ta qilib beraman ha. Bo'ldi. Mono ishlarimiz bor mana, mono ishlarimiz. Bu ishlarimizni boya aka qarang. 430 ga 230 high-tech ishlarimiz. Buni 6 million qilib beraman klientlarimiz uchun aka. Mana shu stoli bilan, 6 pufigi million bilan. qilib beraman aka. Hamma joyda ko'rsin 7 million so'm topadi, 6 million so'm ketdi. Boriga. Katta razmerdagisi. Razmerida. MDFli jurnalist ham MDFli. Ko'raverasiz. Keling, chiqamizda. Mana ham ishni ko'ring aka mana. Mana endi bularning sezoni ham kelyapti, havolar isib qoldi. Mana bu kachalkalar, a? Naqadirmidi? Bu mana mana. Aka qarang. Hop. Bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta narsasi. Bu komplektda. Aha. Bu managa qo'yiladi aka. 2 kishilik buni. Buni aka, o'sh qarang. Bemalol tervanadi aka buni. Odam bemalol suyanadi. Aha. Buni puli 2 million so'm. 2 million so'm. Rangi farqi yo'qmi? Xohlagan rangda bor aka. Mana, xohlasin chokkosi, xohlasin serisi, xohlasin moloshnisi, xohlasin mana GK2 aka. Mokra asfalt. Aha. Mokra asfalt aka. Mana endi orqalarini ko'rsatib qo'yamiz-da. Xo'p, temiri baquvvatmi? Temiri javob aka, yo'q, javob aka. Prujinaliga? Ha, aka, mana aka, 2 kishi bemalol 200 kilo odamni bemalol ko'taraveradi aka. Mana odam kelib o'tirsa, o'zim 80 kilo. Yana bir bor narxi? 2 million so'm. 2 million so'mdan tanlab olishaveradi. Aha, mana 8 taliklarimizni ko'ring. O'g'ay aka. 8 taligimizni mana qarang. Ishni javob aka. Aha. Otib olsa ham hech bo'la bo'lmaydi aka. Tepadan shunday o tom bo'yidan tashlab olsa ham hech bo'la bo'lmaydi. Mana buni ham kalyonni aka mana. Kalyon. Buni narxi 3,5 million so'm. 3,5 million so'm nechta bo'lyapti o'rindig'i? 8 taligi. 8 talik. 6 taliklari bor, boy aka 6 taligini 2,5 million so'm. Bo'ldi. Qatgacha ko'rsating shu narxda? Ko'rsatavering hammasini aka. Nech puldan demak? Mana buni rangini ko'ring, 8 taligi rangini ko'rib o'tibsiz mana, klientlarimiz mana. Ha, demak bu rangi ham bor. Bu rangi ham bor. Bu rangi mana 8 taligida, bu boy aka. Aha. 3,5 million so'm. Bu rangi bor mana. 3,5 million so'mmi? Bu ham 3,5 million so'm. Hop. Mana bu seri allash mana. Buni oxun tatasi maloshni oynasini qo'yib berasizlar. Oyna qo'yiladi. Bu ham 2,5 million. Hop. 2,5 million. Mana bunimiz bor aka. Dekolamizda devallisi aka. Bu 6 taligi. Bu 2 million 600 ming so'm aka. 2 million so'm qilib beraman. 600. 2,5 million qilib beraman aka. Bo'ldi, 2,5 million so'm. Hop. Mana bu tomonda mana bunimiz Tojikistonga chiqib ketyapti hozir mana. Bu ketdi bu. Ha, ketdi. Puli? Puli 2 milliondan berdik. 2 Bo'ldi. milliondan. Xo'p. Mana buni kachel nimalarimiz bor aka? Belinchaklarimiz. Belinchaklarimiz 1 million 100 ming so'mdan. 1 million qilib beramiz. Monolari bor. 1 million so'mmi? 1 million 100 mi? 1 million qilib beraman. 1 million so'm. 1 million 100 ming, 1 million qilib beraman. Bo'ldi. Bunisi 600 ming so'm, 500 ming qilib beraman aka mana. Ha, ana. Ko'rpasi ham bor ichida. Bunda ham ko'rpa bor, bunda ham ko'rpa bor. O, mana buni ko'rsating. Bunimiz aka xo'sh, ko'rpachasi, yostiqchasi bor. Bu modelimiz Isabella deb nomlanadi. Bu narigilarga nisbatan katta aka, ancha. Hop. Buni narxi aka xo'sh, 5,5 million, 5 million 200 ming qilib beraman. Qancha qilib berdik buni? Xo'sh. 5 Bo'ldi, tushundim. Demak, bunga qaraganda bu ancha katta ekan. Aka bunga 2 kilo kelsa, bunga 5 kilo ketadi. Adashtirmanglar bunga ham, to'g'rimi? Bunimiz aka Isabella degan 5 million 200 ming so'm. 5 million 200 ming so'm mana shu komplektimiz. Aha. Mana buni 4 taligi bor aka mana buni. Bularning garantiyasi qanaqa? Bu bular javob. chirmasa kerak bular. Yong'oq
Bu apto deymi, ha? Yomg'ir. Turaveradimi? Ha, javob aka. Bo'ldi. Mana bu minilar tanishtiring. Bu 4 taligimizning narxi 1 million 900 ming so'm, 1 million 800 ming qilib beraman. Demak 1 million 800 ming so'mdan. Hop. 6 talik 2,5 million so'm. 2,5 million so'm. 2,5 million. Maloshnisi bu xohlagan svetida bor. Mana aka 2,5 million so'm. Aha. Bu ham 2,5 million, bu ham 2,5 million mana boy aka. Demak, kimga qanaqa rangi yoqsa. Mana aka, bugungi kunda mana bitta, ikkita sotildi, 3 ta, 4 ta, kuniga 5 ta, 6 ta sotiladi aka. Biz kam xo'ram, hamisha xo'ram. Tushunarli. Mana bular o'sha zakazga ma'lum. Ha, bu aka mana upakovkada Samarqandgami, Bekobodmi, o'sha yerga ketyapti. Demak, haligi obunachilarimizga qanaqa keladi deganlarga mana shu upakovka. Upakovka aka. Qirilmaydi, netmaydi. Qirilmaydi, netmaydi. Ko'ryapsiz aka, mana kachalar ham dastavkaga chiqib ketyapti aka. Hop. Aka, mana videomizga mana shu mebelni ham qo'shib qo'yaylik, yotoq mebelni. Aka mana ichlari mana sefi bor. Hop. Tovoq kromka. Tovoq kromka ham aka oddiy apparatlarda bosilmaydi. 1,5 ming 2 ming, o qimmat. Aka 60 ming dollarlik apparatlarda bosilgan mana aka. Ko'chib ketmaydi. Ko'chmaydi aka. Hop. Olovda yassa ham ko'chmaydi. Mana bu tomoni kelinlarimiz uchun aka. Aha. Mana ro'moliga. Demak, ikkita uzun shkafi bor, o'rtada oynasi bor. Bu ham shkaf. Aha. Buni narxi 6,5 million so'm. Ikkita tumba, divan, termo bu. Trimos qaysi mana bu? 6,5 million so'm. Mana bu tomon kuyovlarimiz uchun. Tepasi kastim, pasti shim. Qancha dedik? 6,5 million so'm. 6,5 million so'm. Mana hurmatli obunachilar. Hamyonboplari kimga qiziq bo'lsa, nomer orqali bog'lanib zakaz beraverasiz. Mana bu tomonda mana kupe varianti. Buni ham tanishtirib qo'ying. Kupe varianti boy aka. Kupe varianti, aha. Bu tomonda ham sefi bor. Mana nimasi? Buni ham narxi 6,5 million so'm. 6,5 million so'm. Ikkita kimga kerak bo'lsa. tumbasi bor, yotog'i bor. Yotog'ning razmerini aytib qo'yaylik. Yotog'ning razmeri aka 210 ga 170. Boy aka ikkita tumbasi bor. Orqada trimomi? Orqada termosi. Mana shu komplekt katta bolalarning mebellar deydi-yu buni. Hop. O'shani aka 6,5 million so'm. 6,5 million so'm. Mana shu komplektimiz. Mana bu ajoyibimizchi. Bunimiz aka obunachilarimiz uchun 10 million qilib beramiz aka. 10 million. Vakuum shanner aka, original, tozasida. Aha. Spalniga gigant aka. Hop. 10 million so'm. Qancha? 10 million so'm. 10 million so'm mana. Zo'rida yotaman deganlar uchun mana. Panda degan, pandani xohlovchilar uchun bu tomonda pandalari bor, boy aka. Qaysi biri? Mana. Bunisini ko'rsating, boy aka. Mana buni mana. Buni narxi mana aka. Xo'sh, 11 million so'm mana turgan. 11 million so'm. Nima kiradi? Ko'rsatib qo'ying qo'lingiz bilan. Termosi. Mana bu trimosi. Hop. Spalni polni yonadi. Oynali trimosi. Aha. Keyin mana bu yotog'i. Yotog'i. Nimani ham qirg'oqlar yonadi aka. Atrof yonadi. Atrof yonadi. Hop. Bu luks Turkiyadan o'g'irlangan ishlardan aka bular. Turkiya fason deymiz. Va polni yonadi aka. Hop. Tumbasi yonadi, termosi ham yonadi aka. Buni narxi 11 million so'm. Yana krashini aka. Aha. Kraskalarlar urilgan. 11 million so'm. 11 million so'm mana. Xalodonlar ham bor. Hop. Bu tomonni ko'ring mana. Haqiqiy yotog'i, kattagina shkafi, trimosi, high-tech varianti. Pufik nechta bitta? Pufik bitta bo'ladi. 11 million so'mmi? 11 million so'm. Buchi? Bunimiz aka mana. Bu holatimiz mana nima holati? 8,5 million so'm. 8,5 million so'm. Polkasi mana kuyov bolalar uchun bu shkaf, bu arzonroq variant. Mana polkasi. Xo'p, bu sal arzonroq ekan-a? Arzonroq variant. Xo'p, kupe variant shkafimiz. Mana bu yotog'imiz, ikkita tumbasi, mana bu termosi. Trimosi. 8,5 million so'm. 8,5 million. Mana bo'lar ekan mana shunaqa. Sal arzonroq sotsa ham. Endi nima sandig'i ham bor? Sandig'i ham bor aka. Xo'p, nima endi? Yana ham sandig'i. Yana yuring aka, mana yerda vash. Arzonroq bo'lsa ko'rsating. Arzonlar qo'ying. Boshida aytib o'tdik, ana arzoni ham bor dedik-ku, boy aka. Penal komodimiz. Mana 5,5 millionligi. 5,5 millionlik penalimiz. 5,5 millionlik. 5 million 300 ming qilib beraman klientlarimiz uchun. Ulug'bek aka. Keyin mana mono tomonda mana nimasi bor aka? Mana 6 million 200 mingligi. Xo'p. Nimada farqi bor deydigan bo'lsa, klientlarimiz uning uchun kelish kerak. Ko'rish kerak. Tushuntirishim kerak. Agar yo'q desa men rasmini, nimasini videoda, Telegramda tashib beraveraman. Bo'ldi, tushunarli. Agar mabodo. Bu tomonda mana krash obunachilar, yotoq mebellarimizda har xili bor. Nech pulgacha deylik? Bizniki eng arzonimiz 5 million boshlanadi. 5 milliondan tepaga qarab ketaveradi. Ketaveradi, ha. Lekin 5 millionlik ham yomon emas. Yo'q, shu zo'r narsa aka mana. Buni o'zingiz ukangizga berdik. Bo'ldi, ha, ukam oldi mana. Aha. Mana. Termos, nima spalnisi. Yotog'i, razmerini aytib qo'yaylik. 210 ga 170. Ikkita pufiga, spalnisi va termosi. Mana bu termosi. Aha. Buni o'zimiz ham kecha kuni olib ketdik, ukam o'ziga oldi.
Mana aka. Zo'r ish aka. Aha. Buni 6 million qilib beryapman boy aka. 6 million so'm. 6 million. Xo'p, mana hurmatli obunachilar, yana bir bor ko'rsatib qo'yapman. Juda ham ajoyib fasonda. Hamyon bopi. 6 million so'm. 6 million so'm. Mana bu yoqda 6 million 800 millionga bor aka. Nimada? Sal bo'y balandmi buni? Bo'yi baland ham aka, hamma yoqda farqi bor-da. Buni 4 ta ustun aka mana. Ustunlar ko'ryapsizmi? Ichlariga ham aka mana nimadan fatondan yopishtirilgan aka. Bo'ldi. Hammasida. Yotog'i lekin o'shami yo'q? Yo'q, yotog'i ham kattaroqmi? Ha, yo'q, yotog'i ham bir xil bo'ladi aka. Ha, tumbasi katta. Tumbasi katta bo'ladi. U bilan buni tumbasi. Puli 7 million, 6 million 800 ming qilib beramiz mana tumbasi aka. Dev va pakana bo'ladi-yu. Demak, unisi 6 million, bunisi 6 million 800 ming so'm. 800 ming so'm. Bo'ldi. Matrasi ham bor ichida. Tushunarli. Xo'p, demak, yotoqlarimizni mana bu servant aka, kerak bo'lsa servant komplekt. Aha, servant. Ha, keyin ba'da mana ishimizni ko'rsating aka mana. Mana. Tushunarli. Obodga to'ring, buni narxi 8 million 800 ming so'm aka. Mana yotog'i. Yotog'i. 8 million 800. 8 million 800 ming so'm. Xullas mana aka bizda videoniga sig'maydi, Ulug'bek o'shaning uchun. Bo'lmasa og'iz aka ayting. Og'iz aka bizda hammasidan bor xullas aka. Hop. Bizda hamma komplekt, penal komodimiz, spalniy garnitur, stol, hamma yo'g'i bor. Bizda Telegram kanalimiz bor aka. O'sha Telegram kanalda shunday bog'lansin. Biz bo'lsa silkasini tashib beramiz. O'shanda bor narsalar ko'rib bizga zakaz beraveramiz. Demak, hamyon bopi ham bor deb aytib qo'ying. Hamma yo'g'i bor akajon. Aha. Originali ham bor. Ha, original mebel zotini topaveradi aka. Bemalol aylanib, naqlab o'rganib kelishaversin. Bexijolat kelib, kelishaversin. Tushunarli. Xudo xolasa biz obunachilarimiz kuzatib tursin. Yangilatib zo'rini qo'yamiz, keyin aksiyani kattalarni qo'yamiz, biz qolsa hech kim qila olmaydi aka. Shunaqa narxlarda qilamiz. Hurmatli obunachilar, mana mebel turi hammasidan bor. Bu Rustam mebel bozori bu. Rustam mebel bozori. Yangi Qo'rg'onda joylashgan, sentrida. To'g'ri aytdimmi? Sentrdan 1 kilometr pastdamiz aka. Lekin sentrga qaraydi aka beylar. Xo'p, orientir qaysi restoranida? Mumtoz bilan Imperial to'yxonaga yetmasdan Qo'qon tomonda kelganda, Yangi Qo'rg'ondan kelganda Mumtoz bilan Imperial to'yxonadan o'tgandan keyin o'ng qo'lda aka. Rustam mebel bozori. Bemalol kelib tanlab ketish. Lakastaga shunda Rustam mebel bozor deb yozsin, Rustam mebel deb yozsin, Lakasda ham kelib chiqaveradi aka. Bo'ldi, tushunarli. Qolgan batafsil Telegramda hammasini tushuntirib bering. Hurmatli obunachilar, mana hammasini ko'rsatib o'tdik. Endi даже hammasiga ulgurmaymiz-ku, lekin batafsil ma'lumotni o'sha yerdan olaverasiz. Rustamjon akamizning nomerlarini qo'yib qo'yaman. Nomer qilib bog'lanib, zakaz beraverasiz. 12 ta viloyatga dastavkasini qilib beraman dedingiz. Qo'shni davlatlarga ham kelishib qolsak, kelishgan holatda dastavkalari bor aka. Xudo xolasa qilishni nima qilamiz.